Navbatdagi. Tabib, iltimos meni davolang. Keyingisi, buni davolay olmayman. Tabib, sizga yolboraman. Meni qutqaring, meni o'lishim mumkin emas. Amaki, buni iloji yo'q. Mana bu shifoxonaning xulosalari. Keragi yo'q. Bu saratonning so'nggi bosqichi. Bunchalik bag'ri tosh bo'lmasa, nima, davolashi qiyinmi? Ishonganimiz shumi hali? Hamma sizni ilohiy tabib deydi. Avvaliga men ham ishonmagan edim. Lekin siz davolagan odamlarni ko'rib, mening fikrim butkul o'zgardi. 1 yil oldin kelganingizda balki imkoni bo'lardi. Lekin hozir iloji yo'q. Shifoxona menga bor yo'g'i 2 haftagina umrim qolganini aytdi. Men faqatgina kichik nabiram uchun ozgina o'qish puli yig'moqchi edim. U endigina 8 yoshga kirdi axir. Agar men o'lib qolsam, u endi nima qiladi? Bobo, meni darsim tugadi. Darslaringni tugatdingmi? Bor endi uyga vazifalaringni tayyorla. Bobong g'ayrat qilib, yana bir necha kun yashab tursin. Tabib, axir siz mo'jizakorsiz-ku. Menga yana bir necha kun yashashimga imkon bering. Makka johorlarim pishib yetilgunicha, ularni sotib pul qilgunimcha, nabiramga yana ozgina pul yig'ib beray. Keyin o'lsam ham roziman. Ismingiz nima? Qianxian, Yoshingizchi? 74 ta. Dori yozib beraman. Uzdabgo studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.